Ro'parasida muammo chiqyapti-da. Eshitib xursand bo'lib, mana Tonus balandroqda. Operatsiyaga rozi bo'lib necha ertaga keldim. grija 4-5. Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, Niyamet klinikasi kinezologiya bo'limida yotgan bemorlarimizdan kinezologiya haqida o'z fikrlarini bilib olamiz. Assalomu alaykum xolajon. Siz qayerdan keldingiz? Kelgan vaqtingizda ahvolingiz qanday edi va hozir qanday? Kinezologiya bo'limi haqidagi qisqacha fikringiz bilan biz bilan o'rtoqlashsangiz. Men Dena shahridanman. Mana shu klinikani eshitib keldim. Juda ham mazam yo'q edi. Og'riq juda kuchli edi. Xudoga shukr kelganimdan mana 6 kun bo'ldi. Ancha yaxshiman. Juda ham xursandman. Hech ham afsus qilmayman bu yerga kelganimda. Klinikaning sharoiti juda ham yaxshi. Doktorlar muomalasi, davolovchilarning ham muomalasi juda yaxshi. Qizlar, yigitlar juda yaxshi ishlashyapti. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Men xursandman juda ham kelganimdan shu yerga. Va alaykum assalom. Maynaxon qizim. Kelganimda ahvolim ancha og'ir edi. Og'ir deganimga sabab ko'p yursam 100 metr, 200 metr yurganimdan keyin oyog'im ushlab o'tirib qolardim. Ashitapicha o'tirganimdan keyin yana turib ketardim. O'zimizda men Farg'ona viloyati Quva tumanidan kelganman. Farg'onada, Andijonda davolanaman. Uyga kelgandan keyin 5-6 kundan keyin o'sha holat. Doktorda yaxshi bo'lib qolaman. Uyga kelgandan keyin yana takrorlanaveradi. Keyin mana shu nimani kinezologiyani eshitib, mana shu yerga aprelda oxirlarida keldim. 10 kun davolanib ketdim. 3-mayda uyga qaytib ketdim. Uyga borgandan keyin o'zgarish yaxshi, oz-moz bo'lsa ham o'zgarish bo'ldi, yaxshi bo'ldim. Endi 2-marta yana bu yerga keldim. Hozir 2-marta davolanishim, bugun 8-kunimiz, Xudo xolasa, ahvolim yana ham yaxshi. Yurishlarim to'g'rilanib qoldi. Menda 2-3 nimalarda umurtqalarda qiyshaysh, 4-umurtqada ozgina teshik yemirilish bo'lgan ekan. Operatsiya bo'lardi deydi. Keyin operatsiyaga rozi bo'lib necha ertaga keldim. Allohga shukr, o'zgarish yaxshi, adashmagan ekanman. Men mana shu menga o'xshagan bemorlar ashuncha. Masalan, biz o'zimiz yashayotgan hududimizda ham ana shuncha odam xuddi mana shu mendagi kasallik bilan kasallangan. Ashularga yana shunaqa kasal bilan og'riyotganlarga mana shu yerga kelishini tavsiya qilaman. Bizni davolayotgan doktorlarimiz Jamshidjon Jo'rayev, Yusufjon Sultonov, Madinaxon, Marg'ubaxon, Fazilatxon, Umidaxon, Saydolim, bularni aytmasam bo'lmaydi. Bular rosa ham juda ham yaxshi insonlar ekan, yaxshi o'zini sohasini bilgan doktorlar ekan. Bizga bor mahorati bilan, bor bilimi bilan biz yaxshi bo'lishimiz uchun bizdan ham ko'ra jon kuydirib harakat qilishyapti hammasi. Shuning uchun bular mana shu shifoxonaga men dugonamning tavsiyasi bilan bu dugonamning mana shu yerdan davo topib ketganini eshitib, menda ham umurtqamda grija 4-5, umurtqamda qiyshaysh borligini, son chanog'imda yemirilish borligini bilib, MRTga tushib, tushkunlik holatida turganimda bu dugonamni davolanganini, mana shu yerdan foyda topganini eshitib juda ham xursand bo'lib ketdim. Organizmimga notanish narsa kirgizib, vrachlar davolaymiz degan gaplarni eshitib, rosa o'zimni yomon his qildim. Dugonamni mana shu yerdan notanish narsa organizmga kirgizmagan holda jismoniy mashqlar bilan, fizioterapiyalar bilan shifo topganini eshitib, shu yoqqa borishimni, siz ham agar ilojini topsangiz boring, davo topasiz deganlarini eshitib xursand bo'lib, mana shu ayol bilan men Farg'ona viloyati Quva tumanidan keldim. Allohga shukr, kelganimga bugun 8 kun bo'lyapti. Shifokorlarni mehnatlarini samarasini 8 kundayoq bildim. Allohga shukr. Oyog'im tolib, bellarim charchab, toliqib, ko'proq yursam son chanog'imda shunaqa qizish bo'lardiki, men
uni tasavvur qilib so'z bilan ifodalab bera olmasdim. Mana Xudoga shukr, mana 8 kunda unaqa narsani umuman his qilmadim. Lecheniyalarda olib borishda Yusufjon Sultonov, bosh shifokor Jamshid Jo'rayevichlarni qabulida, ularni shirin so'zligini, ularda insonlarga, bemorlarga qarab chiroyli tabassumlari menga juda yoqdi. Juda ham shulardan xursandman, minnatdorman. Bularga tashakkurlar bildiraman, minnatdorchiliklar bildiraman. Birinchi qabulda qanday edim, doktor yana bir ko'ringchi desam, o'zgarish juda yaxshi opa, o'zgarish juda yaxshi. Ikkinchi marta kelsangiz, Xudo xolasa shu darddan forig' bo'lib ketasiz dedi. Xursandchiligim juda cheksiz. Juda ham minnatdorman, rahmat. Shu qishloqlarimizda menga o'xshagan juda ko'p, hatto mendan yoshlar shunaqa dard bilan azoblanyapti. Ular endi bilib bilmay har xil shifoxonalarga borib lecheniya olyapti, lekin hech foydasini bilishmaydi. Bilishadi vaqtincha. 1 oy, 1,5 oyga boradi davolanganlar. Menga o'xshagan bemorlar mana shu kinezologiya bo'limini bilib, topib, mablag'larni boshqa joyga sarflamay, o'rinli joyga kelib, o'rinli davo topib ketishlarini so'rardim. Mana hamma shifo topib ketadi, Xudo xolasa. Mana shu yerga murojaat qilinglar. Shunaqa vijdon bilan ish qilisharga hammalarga rahmat, tashakkurlarimni bildiraman, rahmat. Shunday shifokorlar borligidan juda xursandmiz. Hozir bu yerda sonda orqa mushagida tonus balandroqda. Mana nagruzkani olyapti-yu, oxirida ko'tarilmay tortishib qolyapti tanada. Bu yerda ko'ramiz. Ha. Tashlab hozir bu yoqda tortishni ham sababi asosiy bel o'mirtqasining birinchi, ikkinchi bel o'mirtqadan ro'parasida muammo chiqyapti-da. Bu ham o'sha yoqqa berani. Oyog'ingizda og'riqlar qanday? Og'riqlar bor, og'riqlar. Kamaydi. Ikkinchi kun bo'ldi. Qashqadaryodan keldingizmi? Aha. Ko'taringchi. Ko'taring. Yana nima shikoyatlar bilan kelganligingiz? Oyoq og'riqlari, bel og'riqlari, bo'yin og'riqlari, tizza og'riqlari bilan kelganman Qashqadaryo viloyatidan. Og'riqlar ham muammolar 2 kunda qancha kamayib qoldi. Rahmat doktorlardan.